Namangandagi Bobur bog'i, kechagi shaharning guvohi, bugungi dunyoning mehmonxonasi. Namangan o'zgardi, lekin go'zallikka bo'lgan mehri o'sha. Bobur bog'i kecha ham, bugun ham yuraklar bog'i. Bu bog' 1884-yilda gubernator bog'i sifatida tashkil etilgan. Keyinchalik Pushkin bog'i deb atalgan. 1961-yilda bog'da birinchi gullar festivali o'tkazilgan va bu an'ana Namangan timsoliga aylangan. 1990-yildan boshlab esa bog'ga Bobur nomi berildi. Bugundan bog'da 64-xalqaro gullar festivalining 4-haftasi boshlandi. Bu yilgi festivalda rekord daraja 1,5 mingdan ortiq gulchi tomonidan 30 milliondan ortiq xonaki gullar taqdim etilmoqda. Narxlar 5 ming so'mdan boshlanadi. Ayrim nodir gullar 1,5 million so'mgacha baholanmoqda. Go'zallikni eshitish mumkin, lekin his qilish boshqacha. Siz ham keling, shu bog'dan o'ting, shu manzarada yuring. Festival 29-iyunga qadar davom etadi. Go'zallikni boy bermang.